Burunqi zamanda bir bovay bilan bir momay bo'lgan ekan. Ular yosh vaqtidan tartibla kishilarga chakar bo'lib ishlab, kundalik yemikini kunda tepib, seriqtal kun kechirib kelgan ekan. Ular shu holda nurg'un yillarni o'tkazib, chash soqollari oqirib, bellari mukchiyishga boshlagan bo'lsa-mu, kunlarning birida balaliq bo'lib, omad talay yuzini ochsa, yaxshiroq turmush kechirish umidini yo'qotmabdi. Biroq arzusining aksicha ular biror farzandlik bo'lolmabdi. Ular qiyirib ish ovqatdan muqabdi. Kuni teximi taslashibdi. Axir ular shaharni tashlab, tog' orasini makon tutibdi-da, o't giyohlarning yiltizini ko'lab yeyishga majbur bo'libdi. Kunlarning o'tishi bilan bu yovvoyi turmush bovay momayni teximi holsizlantirib yetibdi. Ular o'lar holatda yetib, nola qilib, "Oh taqdir, bizga nemishqimi dard soladigansan? Bizgami o'ng ko'zingni sep qo'ysang bo'lmaydimi?" deb qattiq yig'lashibdi. Ularning nolisidan tog'lar larziga kelib, xadi toshlar yerilib, g'ulab tushibdi. Shu chaqda salopatlik bir bovay ularning oldida paydo bo'libdi. "Xo'p," debdi bovay ularga. "Men sizlarga 3 qitim tilash imkoniyati beray. Biri momayga, ikkisi bovayga taalluq bo'lsin. Kim nimani xolasa, so'ragan hamon bejo keltiray. Avval nimani tilaydiganliginglarni obdan kelishvilinglar. Mushu tog'ni tamoman oltin qilib berishni tilayli bovay," debdi momay nafsini bosolmagan holda aldirab. "Qana aychanroq bo'g'inimiz tuzuk," debdi bovay momayga tasalli berib. "Sen sig'ib ishkudak bir mo'zayliq ser tila. Men teriqchilik qilgudak bir oz yer, suv tilay. Shuning bilan ancha-muncha medirlab yurib, hol kunimizni yaxshilabamamdiq." "Ancha-muncha medirlab yurish? Bu nima deganlari?" debdi momay bovayga vaqirab. "Bu tirikchilik yo'lida gangrab yurganlarning ishi. Bovay o'zi berishni va'da qilgan ekan, men qayta jafo chekadigan yo'lni hargiz tanlamayman. Mening rohat taxtda put-qo'limni sunib yotqimba." Bovay momayning so'ziga yanala qo'shilmabdi. Momay o'z so'zida ching turibdi-da, qattiq janjallashib, bovayni tashlab ketib qopdi. Momayning tarsaliqidan ranjigan bovay bir oz xamush bo'lib o'ltirib qopdi. Ammo qadinasliq mehri bilan yana ko'nglini yumshatish uchun momayning kaynidan tap besib mengibdi. G'azablangan momay manga tog'dan halqib bir tuzlanglikka chiqib qatdi. Tuzlanglikda uzunga so'zilgan harvi yo'li bo'lib, uningda padishahning shahzodasi bir to'p kishilarning himoyasida mapiga o'ltirib kelayotgan ekan. Momayning ko'zi shahzodaga tushibdi-da, payli buzilibdi. U orqasidan vaqirab kelayotgan qadinasiga qarabmi qo'ymay, heliqi bovayga tilikini bildiribdi. "Ey xosiyatli bovay, men shu topda Paridan qog'usiz shundoq chiroyli qiz bo'lishim kerakki, shahzoda meni ko'rish bilan oshiqi beqaror bo'lib, meni o'z amriga elish uchun mapsiga selib akassin." Momayning tiliki ig'zidan chiqishi bilan ijobat bo'pti. Shahzoda o'zi uchun yaratilgan bu go'zalni hurmat bilan mapsiga selib o'rniga aketibdi. Momayning kaynidan hasrab hümödeb yetib kelgan bovay ahvolni ko'rib, intayin xafa bo'pti-da, heliqi bovayga nola qipti. "Ey karomatlik oqsoqol, u ar nomusni yo'qotgan dayuzni ishtiqa aylantirib yetarsan." Shahzodaning yenida qin-qiniga patmay nozlanib o'ltirgan go'zal shu an it suratiga kiribdi. Bu ahvoldan qattiq cho'chigan shahzoda to'lig'inicha uni mapidan ittirib tushirib yetibdi-da, otlarini bo'lishcha chaptirib, hash-pash tugicha ko'zdan g'oyib bo'pti. Itga aylangan momay to'pig'i milanginicha g'ingshib, nima qilarini bilolmay, uyan-buyan mengibdi. Oqibatda bovayning yeniga kelib, o'zini uning oyoqlari ostiga tashlab, yeling'inicha ko'zlaridan yosh to'kibdi. Bovay uningga qattiq nafratlanib, "Bo'ldi, ko'giliging mush ekan, oxirgacha mushundoq yashab o't," deb eski kapsiga qarab mengibdi. Ish bo'lsa, yalvorishni davomlashtirganicha
ko'zlaridan yosh to'kib, uningdan bir qadammi neri ketmabdi. Bovayning oxir uningga ichi og'ribdi. O, heliqi bovay o'z ixtiyoriga bergan oxirgi tiligini ayolini asliga keltirib berishga ishlatibdi. Momay asliga kelib, qilmishidan afsuslanib, zar-zar yig'labdi. Bovay uni jimilab mundoq debdi: "Peyliga yarasha kun ko'rar har kim. Yaşalmaz, yayralmaz, onundan oşuq. Şu bir söz qip qalsın bizdin avlatqa. Niyeti yamanның qazını töşük." Aytilishlarga qaraganda, niyeti yamanның qazını töşük degan maqal ana shuningdan qolgan ekan.